Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz taroqlarni bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana bu akusticheskiy taroqlarimiz. Ya'ni shum izolatsionniy material bilan qoplangan. Protiva shumga bu ayniqsa, mana bu ko'cha tomonlarga, misol balkonlar, shunga o'xshash joylarga, uylarda ichiga qo'yilganda shu narsalarni bilan ishlatilsa, shum tashqaridan to'sadi bu. Keyin buni xohlagan usulda bukib ishlatishlar ham mumkin. Akusticheskiy buni boshqachangi ranglari ham xudo xolasa yaqinda keladi. O'zi bir parcha kelganda tugagan. Hozir bu dona qolganligini hammasi Xitoydagi PVC materialdagi mana hammasi. Bular ham arzon narxlarda. Hozirgi paytdagi narxi mana bu 30 sm ga 290. 155 ming so'mdan. Bular 15 santimetrliklarimiz, hammasi 100 ming so'mdan. Donasi mana bular 17 santimetrga 290, bular 110 ming so'm donasi. 12 santimetrliklarimiz bor. 12 santimetrliklar mana bular hammasi. Bular narxi 85 ming so'm. Albatta 24 santimetrligimiz bor. Keyin universalniy, eng ko'p talabdagi narsa. Bu ham narxi 135 ming so'm. Bu tarafda ham bor mana. 12 santimetrlik, bu ham o'sha aytganimizdek universalniy taroq. Bu ham 85 ming so'm donasi. Buni mana 3D formatdagilari 30 santimetrliklari. 3D formatda buni ham narxi 155 ming. Bitta yana bor mana 30 santimetrliklarimiz. 30 santimetrliklarimiz devorda juda chiroyli turadi. Materiali ham PVC, o'sha Xitoyniki. Bular ham 155 ming so'mdan. Mana bu 20 santimetrligimiz. 20 santimetrli archali taroqlar. Bular narxi 110 ming so'mdan. Mana bitta mana 12 santimetrliklar hammasi 85 ming so'm narxi. O'sha oqdan boshlab turib bu tarafdagi hammasi 20 santimetrliklar. 20 santimetrliklarimiz narxi 110 ming so'm. Xo'p, keyin arzon so'raganlarga arzonchi taroqlar bizdan bor mana. Mana bular bor. Plastikviy, bular 48 ming so'mdan donasi, 45 ming so'mdan qilib beryapmiz. Mana bu yerda har xil variantlari bor. Mana ko'rib turganlaringdek. Xo'p, mana bu yerda keyin yana 20 santimetrli arzonlarimizdan ham bor. Bularning narxi ham o'ta hamyonbop 70 ming so'mdan beryapmiz. 20 santimetrga bo'yi 3 metr bo'ladi. Endi eng arzon xohlaganlar uchun mana xuddi shu ko'rsatib o'tgan taroqlarimiz hammasidan ham eng arzoni chiqadigan bo'lsa, mana bu samakleshi materialdagi tarog'imiz. Mana koridorlarga kesib bemalol xohlagan razmeringizda shuni o'rniga ishlatsangiz bo'ladi. Juda oson kesiladi va oson ustanovka qilinadi. Buni narxi 1 kvadrat metri 35 ming so'mdan tushadi. Mana shu 3 metrga 120 ko'rinishidagi bittasi 125 ming so'mdan dastavka ichida qilib beryapmiz. Mana boshqa nimalari ham bor, ranglari. Bularni padbor qilishlik uchun mana bitta kursiyalaringiz bo'ladi. Mana masalan siz mana bu panelni sotib oladigan bo'lsangiz, mana yoniga qo'yganda qanaqangi turadi panel bilan. Shunga moslab padbor qilib olsangiz bo'laveradi. Xohlasangiz o'rtasidan bo'lasiz, ikki chekkasiga qo'ysangiz bo'ladi.